Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rimigin. Ziminda g'adiyib mangmag'in. Allah haqiqatan hakavur, o'zini cho'ng tutqichilarni do'st tutmaydi. Merhametlik Allah'ның yaxshi ko'radigan bandalari ziminda o'zlarini töven tutib temkinlik bilan mangdi. Ya'ni o'zida takabburlik belgisini ko'rsatmasdan yurishga harakat qilish kerak. Allah subhanahu va taala hayoti dunyoni o'yin kulga, zinnat ekanligini bayon qilib, o'ttirida faxrlanadigan narsa ekanligini bayon qilib, Allah subhanahu va taala mundaq faxrlangichi shundaq sifatli kishilarni yaxshi ko'rmaydiganligini bayon qildi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kishilar burun o'lib ketgan ota bobolar bilan faxrlanishidan darhol yonsin. Dinsiz o'tgan bobolar bilan faxrlanishning mumkin emasligiga ishora bo'ldi. Haqiqatan ular jahannamning ko'mirlaridir. Yoki ular faxrlanishidan yonmasa, albatta Alloh taologa nijosatni burni bilan ittiradigan sesiq qora qurutdinmu haqoratlikdir. Allah jahiliyatning kibrlarini, nachar odatlarini, ota bobolar bilan faxrlanishni pak-pakiz tozalab yo'q qilib o'tdi. Mana endi kishilar ikkili toifa bo'ldi. Biri taqvodor mu'min, ya'ni biri bo'lsa fojir, fosiq, shaqiydir. Hammasi odam bolalari. Odam tuproqdan yaratilgan. Sizlar nimaga faxrlanasizlar? Tirmizi to'plagan sahih. Biz obdanroq o'ylab ko'rishimiz kerakki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: bir chaqda bir kishi kibr qilib, ko'ranglab, takabburlikdan ishton ridolarini so'rab ketyotdi. Uni yer yutib o'tdi. U ta qiyomat kunigacha yer ichiga harakatlanib kirib ketyotdi. Ahmad, Buxoriy, Nasa'iy to'plagan hadis. Sahih. Ya'ni kiyimlarini yerda so'rilib turadigan darajada kiyish takabburlikdan bo'lsa, ba'zilar shu hadisning sharhida takabburlikdan bo'lsa degan, ba'zilar bo'lsa mutlaq e'tiqod. Shuning uchun kiyimning yerga so'rilib yuradigan bo'lishidan ehtiyot qilish kerak. Bizning bu yerda uzun liboslar kiyilmaganlik uchun boshqa kiyimlarning ham yerga tegadigan bo'lishidan ehtiyot qilish kerak. Chunki hadislarning zohiri ko'rinishi shuni ko'rsatadiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir kishining kiyimini yerga so'rab yurganligini ko'rganda Rasul sallallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilib, kibr qilib, ko'ranglab ishtinini uzun so'rab yurgan kishiga, ikki o'shqidan uzun kiygan kishiga qiyomat kuni Alloh taolo rahmat nazari bilan qaramaydi, ya'ni azob qiladi. Ahmad, Buxoriy to'plagan sahih degan hadisni o'qidi. Ko'proq qayd qilingani kibr so'zi bo'lganligi uchun ba'zilar kibr so'zi bo'lmagan hadislarni ham kibrga qayd qilib, kibr maqsadi bo'lganligiga ta'vil qilishadi. Shuning uchun qalbida kibr bo'lmasa ham ehtiyot qilishga harakat qilish kerak. Bu yerda yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarining biri jangda kibr bilan menayotganda mundaq dedi: bu menish Alloh g'azab qiladigan menishdir. Lekin bu o'rinda undaq emas. Kafirlar bilan bo'lgan jangda odam o'zini nihoyat kibrlik tutish kibr emas dedi.
Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi ko'rmaydigan sifatdan biri xiyonatdir. Allah xoinlarni do'st tutmaydi. Xiyonatni biz ko'proq mol davlatga xiyonat qilish deb tushunamiz. Chunki hayotimizning ko'proqi mol davlatga bog'lanib qolganligi uchun. Biror kishi omonat qo'ygan bo'lsa, shuningga xiyonat qilish xiyonat deb tushunamiz. To'g'ri, bu ham xiyonat, lekin xiyonat ma'nosining hammasi emas. Xiyonat ma'nosining biridir. Agar bir kishiga omonat qo'yilgan bo'lsa, shu omonatga xiyonat qilgan bo'lsa, haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bunda xiyonatchini yaxshi ko'rmaydi. Xiyonatlardan yana biri Alloh subhanahu va taolo saqlasin, hammamizga shu vaqt kelganda hammamizga insof qilishni nasib qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam agar bir kishi jamoaga bir kishini xizmatchi qilib qo'ysa, lekin shu jamoaning ichida uningga qaraganda Allah razı bo'lg'ichiroq kishining borlig'ini bilib turib shunda qilsa, qarindoshligi sabablikmi yoki biror tonish sabablikmi yoki mol davlatining ko'plik sabablikmi, mayli Allah razı bo'ladiganroq bir odam turib bir jamoaga bir kishini rahbar qilib qo'ysa, Allohga va uning rasuliga va musulmonlarga xiyonat qilibdi dedi. İslam amirlari, boshliqlari mana bu xiyonatdan ehtiyot qilishgan. Biror bir xalq tarafidan shikoyat bir amirdan bo'lib qolsa, xususan Umar radhiyallohu anhu shu yerga tez bir kishini avatib tekshirtdi. Biroz qilgan amallarda o'zlarining nafsini o'ylab qilishgan emas. Hatta Abdullah ibn Umar ibn Xattobning o'g'li. Umar ibn Xattob yer miqyosidagi musulmonlarning xalifasi. Shu vaqtda Osama ibn Zayd bu kishiga maosh ajratgan. Vaqtda oylik yoki yillik maoshini ajratgan vaqtda Osama ibn Zaydga ko'proq ajratdi. Shu vaqtda o'g'li Abdullah nima sababdan bu kishini mendan ortiq ko'rib maosh ajratding dedi. Umar radhiyallohu anhu, sening dadang bu kishining dadasi qaraganda Rasulullohga suyimlik emasdi dedi. Bu Osama sana qaraganda Rasulullohga suyimlik edi dedi. Men seni hammadan yaxshi ko'raman. Ata albatta farzandini yaxshi ko'rdi. Lekin Rasulullohning muhabbatini o'zimning muhabbatidan ortiq ko'rib, Osamaga ortiq maosh ajratdim dedi. Mana sahabalarning har bir sohalarini tekshirib ko'rilsa, mana shuningga amal qilishgan. Chunki Alloh rozi bo'ladiganroq odam turib, boshqa odamni rahbar qilishni Allohga va uning rasuliga va musulmonlarga xiyonat deb bilgan. Mana shu omonat bilan osmon yer barpo bo'lib turdi. Mana shu omonatni osmon yer ko'tarishdan qo'rqdi. Ammo inson ko'tardi. Buni mu'min qalbida iymoni butun bo'lgan inson shu omonatni ko'tara oladi. Osmon yer ko'tarishdan qo'rqdi. Mana bu dinimizda ibodat omonati bor. Jinlarni, insonlarni faqat men ibodat qilish uchun yaratdim. Ko'pchilik mufassirlarning tafsiri tavhiddir. Mana shu tavhid omonati bor. Mana shu tavhid omonatini buzishganlar xoin. Allah subhanahu va taolo bu xoinlarni yaxshi ko'rmaydi.
Allah buzg'unchilik qilg'uvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Buzg'unchilikning eng cho'ngi Allohning yo'lini to'sishdir, birodarlar. Chunki Allohning yo'li bilan salohiyat kishining jamiyatdagi qonuniy o'rni barpo bo'ladi. Allohning yo'lini to'sgan odam yo'llarni tekshilasin, daraxtlarni ko'katsin, bu odamni biz buzg'unchi deb ataymiz. Bilib olishimiz kerakki, Allohning yo'lini to'sib turib, hamma joyini tilla bilan to'shtirsa ham bundaq kishilarni biz buzg'unchi deymiz. Allah yaxshi ko'rmaydigan kishilar deymiz. Mana shu sifatdan biz yiroq bo'lishimiz kerak. Chunki Allohning yo'lini to'sib turib, ko'rkam olam qurolmaydi. Qurilganda ham islom yo'q bo'lganligi uchun ma'lum bir vaqtgacha quriladi. U qurilganligi ichi chirib ketgan narsaning ustini bo'yab qo'ygandan boshqa narsa emas. Allah buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi. Isloh qilg'uchi deb shuni bilimizki, Allohning kitobini mahkam tutib amal qilganlar, namozni barpo qilganlarni isloh qilg'uchi deymiz. Allah subhanahu va taolo kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar, ya'ni namozni barpo qilganlar savob erishadi. Biz yaxshi ish qilg'uvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib o'tmaymiz. Buzg'unchilik qilg'uvchilarning yana bir turi borki, ko'rinishida inovatli ko'rindi va inovatni da'vo qiladi. Faqat inovatli emas, balki biz odamlarni isloh qilyapmiz deb da'vo qiladi. Bular buzg'unchilardir. Allah subhanahu va taolo shulardan qilib qo'yishdan saqlasin. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, ular biz isloh qilg'uvchilarmiz deydi. Bilinglarki, ular haqiqatan buzg'unchilardir, lekin buni o'zlari tuymaydi. Havoyi nafsiga ergishish buzg'unchilikning belgisidir. Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafs xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi maxluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Bilinglarki, ichinglarda Rasululloh, Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlarning biri kishilarning Allohga eng o'chmanraki davolashishda qattiq ching to'g'richiroqi. Ya'ni qattiq talash tortish qilguvchi kishi bir narsada talash tortishni nihoyat qattiq qiladi. Allah subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan odam talash tortishi qattiq bo'lgan odam. Nihoyat talash tortish qilguvchi. O'zimning deginni qilaman deb talash tortishni ko'p qilgan odam Allah subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan odamdir. Ba'zi bir talash tortishlarda inson haqni esidan chiqarib qo'yib, o'zining e'tiqodida ching turib, qattiq talash tortish qiladi. Talash tortishda yengib chiqish uchun. Abu Umama Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda bir kishi o'zining munozirasining botilligini bilib, talash tortishni to'xtatsa, jannatning tuvan tarafida uningga bir uy bino qilindi. Bir kishi o'zining haq turib, qarshi taraf haqqi unmaydi. Talash tortishni to'xtatsa, jannatning o'ttirisida bir uy bino qilindi. Kimning axloqi go'zal bo'lsa, jannatning yuqori qismida bir uy bino qilindi. Ya'ni buningdagi maqsad boshqa axloqlar islomga muvofiq bo'lgan bo'lsa,
Har qandaq bir qavm hidoyat topgandan keyin dalolatda izib ketsa, ularga jidal majra ixtilof berildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Isa alayhissalomning so'zini rivoyat qilib aytadiki, ishlar 3 xil bo'ladi. Ba'zi ishlar borki, uning to'g'riligi sizlarga aniq, shak shubha qilmaymiz. Buningga ergishing. Ba'zi narsalar borki, uning xatoligi aniq. Buningdan o'zingizni torting. Ba'zi kelisholmagan narsani uni biladigan kishidan so'rag'in. Haqiqatan Alloh ko'ranglab ketkichilarni do'st tutmaydi. Alhamdulillah, yuqorida Abduvali Qori rahimahullohning Alloh yomon ko'rgan va Alloh yaxshi ko'rgan bandalar degan temasini angladinglar. Oxirini keyingi qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.